Assalomu alaykum. JavaScript interview playlistimizning yangi darsiga xush kelibsiz. Bugungi videoda JavaScript bo'yicha intervyularda eng ko'p beriladigan savollardan birini ko'rib chiqamiz. Savolimiz JavaScriptda scope nima? Global scope, function scope va block scope o'rtasidagi farq nimada? Keling bu savolga nafaqat nazariy, balki kod orqali ham javob topamiz. Scope nima? Scope bu JavaScriptda o'zgaruvchi va funksiyaning qayerdan foydalanish mumkinligini belgilovchi hudud hisoblanadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, scope o'zgaruvchining ko'rinish doirasidir. Xo'sh, JavaScriptda asosan 3 xil scope mavjud: global scope, function scope, block scope. Global scope o'z nomidan kelib chiqqan holda yaratilgan o'zgaruvchidan dasturimizning deyarli istalgan joyida foydalanishimiz mumkin. Function scope'da yaratilgan o'zgaruvchi faqat o'sha funksiya ichida mavjud bo'ladi, ya'ni funksiya tashqarisida ishlamaydi. Endi block scope esa jingalak qavslar ichida yaratilgan o'zgaruvchi faqat o'sha blok ichida ishlatishga ruxsat beradi. Let va const block scope bilan ishlaydi. Var esa block scope yaratmaydi. Scope'ni to'g'ri tushunish kodni xavfsizroq yozishga va keraksiz xatolarning oldini olishga yordam beradi. Demak, buni biz hozir ozroq kod yozib, yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Demak, JavaScript faylimizni o'tib olamiz. Birinchi global scope'ni yaratishdan boshlaymiz. Bitta o'zgaruvchi yaratamiz. Endi bitta funksiya yaratamiz. Funksiya ichida appname'ni chaqiramiz. Xo'sh, endi funksiyani ishlash uchun to'rtinchi xatodan ko'rib turganingizdek appname ishlayapti, ya'ni global o'zgaruvchimiz funksiya ichida ishlayapti. Buni endi biz istasak funksiya tashqarisida ham ishlatishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek funksiya tashqarisida ham funksiya ichkarisida ham bu global o'zgaruvchimiz ishlayapti. Bu global scope deyiladi. Bu yerda appname global scope yaratilgan appname'da. Xo'sh, shuning uchun ham funksiya ichida ham tashqarisida ham bu ishlab beryapti bizga. O'z nomi bilan global ishlayapti. Dasturimizning istalgan joyda ishlatishimiz mumkin. Demak, bu kodni komment qilib qo'yamiz. Endi biz function scope'ni ko'rib chiqamiz. Function scope. Function scope'da birinchi funksiya yaratamiz. Funksiyamiz user nomida. Funksiya ichidan var deb appname o'zgarishini yaratib olamiz. Bunga ham Elmurod qiymatini beramiz. Demak, konsolni tekshiramiz. Konsol tekshirishimizdan oldin funksiya ishlash uchun e'lon qolamiz. Mana bizda ishlayapti, lekin buni men funksiyani tashqarisida chaqiradigan bo'lsam, bizda xatolik beradi. Ko'rib turganingizdek, yuqorida aytib o'tilgandek, funksiya ichida function scope faqat funksiya ichida ishlaydi. Buni ham komment qilamiz. Endi biz block scope'ga o'tamiz. Block scope'ga o'tadigan bo'lsak, if yaratamiz.
Demak, if ichida bitta o'zgaruvchi, ya'ni yoshni yozamiz. Demak, buni ham konsolga chiqarib olamiz. Ko'rib turganingizdek konsolga chiqyapti natijamiz, lekin mana bu joydan buni tashqi tomonda chaqiradigan bo'lsak, bu ishlamayapti. Block scope faqatgina mana bu jingalak qavslar ichidagina ishlaydi. Xo'sh, endi biz buni xuddi shunaqa block scope'da constni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Demak, bu letni o'rniga keling, mana bu kodni to'laqonli komment qilib qo'yamizda biz yangidan kod yozamiz. Bu ham xuddi shunday if xo'sh console logda biz cityni chiqaramiz. Endi mana ko'rib turganingizdek, bu ishlayapti, natija chiqyapti. Lekin xo'p, bizda endi varni ishlatib ko'ramiz block scope ichida. E'tibor berasiz bu joyiga. If var deymiz. Number misol uchun 100 deb qo'yaylik. Endi log numberda chiqaramiz. Bu ishlayapti. Endi buni block scope tashqarisida ham ishlatishimiz mumkin. Ya'ni ko'rib turganingizdek, var blok ichida yaratilgan bo'lsa ham tashqarida ishlayapti. Chunki var block scope emas. Endi tushunishingiz uchun yana qisqacha aytib o'taman. Global scope dastur bo'ylab ishlaydi. Butun dasturimizda ishlatishimiz mumkin global scope'ni. Function scope'ni faqat funksiya ichida ishlatamiz. Block scope'ni esa faqat o'sha jingalak qavslar ichida, bloklar ichida ishlatamiz. Endi sizga intervyuda scope nima degan savol beriladigan bo'lsa, yanada aytishingiz mumkin. Scope bu JavaScriptda o'zgaruvchi yoki funksiyaning qaysi hududda mavjud bo'lishini belgilovchi mexanizm hisoblanadi. JavaScriptda 3 xil scope mavjud: global scope, function scope va block scope. Global scope'dagi o'zgaruvchilar dastur bo'ylab ishlatiladi, ya'ni dasturning istalgan joyida ishlatiladi. Function scope'dagi o'zgaruvchilar faqat o'sha funksiya ichida mavjud bo'ladi va ishlatiladi. Block scope esa o'sha jingalak qavslar ichida yaratilgan o'zgaruvchilarni faqat shu blok ichida ishlatishga ruxsat beradi. Let va const block scope ishlaydi. Var esa function scope bilan ishlaydi. Endi yakuniy xulosa qiladigan bo'lsak bu darsimizdan, scope o'zgaruvchining qayerdan foydalanish mumkinligini belgilaydi. Zamonaviy JavaScriptda let va const block scope bilan ishlagani uchun kodni boshqarish osonroq va xavfsizroq bo'ladi. Shu sababli yangi loyihalarda var o'rniga let va const ishlatish tavsiya qilinadi. Demak, videomizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like, kommentariyalarda bizni qo'llab-quvvatlang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.